Yoshlarimizga ibrat bo'lsin deb aytasiz. Ko'p holatlarda janjal bo'lganda oilada qaysi haqoratlarga o'tish kerak emas? Bir-birini juda hurmat qilish kerak. Avvalambor-da yashash uchun kurashish kerak. Har qanday sharoitda bo'lsa ham shu qiyinchiliklardan yengib o'tib ketsa, yashab ketish mumkin. Baxtli yashab ketish mumkin. Shuning uchun haqoratli so'zlar erga kerak emas. Bir-birini izzat hurmat qilsa, hammasi o'tib ketadi. Shu. Bu hammasi vaqtincha demoqchi. Vaqtincha, hammasi vaqtincha, faqat sabr kerak. Sabr toqat qilsa hammasi o'tib ketadi. Yoshlarimizga qanaqa maslahat berasiz? Yoshlarimizga umid bilan shu bir yostiqqa bosh qo'ygandan keyin uni sabr bilan hammasini og'irligini birdaniga yengib o'tish kerak. Shundagina hayot bo'ladi, shundagina taqdir yaxshi bo'ladi, shundagina shirin turmush qurishga haqli. Yoshlarimizga shu murojaatim shuki, hech qachon yomon yo'lga kirmasin, hech qachon yomonlarga ilashmasin, hech qachon birovlarning gapiga ishonmasin, faqatgina umr yo'ldoshini tan ostida shu bilan birga yashashga intilsin. Farzandlar ko'rsin, yaxshidan yaxshi, yaxshi shirin hayot kechirishga shu qilsin-da. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat xolajon.